Hammaga assalomu alaykum. Leon tug'ilgan kuniga tezda yetkazib qolamiz. Tug'ilgan kuni tematikasi wellness party. Ya'ni biz u yerda paddle o'ynaymiz. Shunga dress code shunaqa sportivniy. Sportivniy kombinezon kiyadigan bo'ldim. Sochimni esa ikkita qilib o'rib yuboraman va tezda lегкий makiyaj qilib qaytib kelaman. Makiyajim va sochlarim tayyor. Tennisni yubka kiyishim kerak. Mana bunaqa yubka shortikim bor. Как раз ikki xil bo'lishini oldin olgan edim. S razmerda. Sig'armikimi hozir ko'ramiz. Почти sig'dim. Вот, в принципе, bunaqa qadasam bo'ladi, no tarin turadi. No, men duxum yetmaydi ketganim. Chunki menimcha erimni normalniy gapirishsam kerak. Поэтому tegimga jinsi kiyamiz. Так to'g'ri ichida, mana bunaqa eski to'g'ri kiyib qolganim, это очень даже хорошо. Ну а так, если что, mana bu tegi shortikida, mana shortik, если что, shortik mana. Mana shunaqa jins uylalarim, ham S размер, надеюсь, bu нормальный menga sig'adi. Bismillah. O, спокойно keldi. Какая молодец. Четкими. Сhunaqa mini sumочка, как аксессуар ham ketadi. Oyog'imga krossovka. К сожалению, men ular bilan paddle o'ynay olmayman. Bolashkamga uzoq payt onam qarab turmaydilar, ishlari bor ekan. Boraman, tabriklayman, qaytib kelaman. Leoni wish listda bor edi, lekin men uni ko'rishimdan oldin уже podarka olib qo'ygan edim. Men tuflimni ko'rib, tuflimni yoqtirgan edi. O'shaning uchun xuddi shunaqa tuflini korishma rangini oldim. Ketishimdan oldin ovqatlarga tayyorlab ketaman. Bu yerda chuchvaralar, bulyonchik mana tayyor. Kostный mozg qilib qo'yganman kelishlariga. Вот, ko'ryaptimi? Kostный mozg. Так что я молодец.